Salom dizaynerlar va sun'iy intellektga qiziqadiganlar, bugungi videorolikim YouTube kanalimdagi eng noodatiy videoroliklardan biri bo'ladi. Chunki bugun men Java deb nomlangan qo'shiqchi deymizmi, muallif deymizmi, aynan ushbu muallifni Jiyan deb nomlangan videosiga reaksiya olamiz. Nega aynan ushbu klip? Chunki bu klip deyarli 80-90% sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan. Lekin bu sun'iy intellektni qanday tayyorlashgan va nimalarga e'tibor berishgan va bu meni o'ylashim bo'yicha sizga qiziq bo'lsa kerak, men oshxonani ichki tarafidan, ya'ni qanday ishlashini ochib beraman. Meni o'ylashim bo'yicha bu ko'p kishiga qiziq bo'lsa kerak. Aytgancha hozirgi vaqtda o'zbek estradasi deymizmi, ya'ni mualliflari juda ko'p kliplarda sun'iy intellekt ishlatishni boshlashdi. Bu juda qiziq. Ya'ni bu yaqinda men bir e'tibor berdim. Ummon, ya'ni Zohidni Dil deb nomlangan klipida ham sun'iy intellekt ishlatilgan. Demak, sizga qiziq bo'lsa, like tugmachasini bosib, kommentariyada qaysi qo'shiqqa reaksiya olishimni, ya'ni ochib berishimni xohlasangiz, yozib qoldiring. Demak, biz aynan bu klipni ko'ramiz. 2 minut 36 sekund ekan. Mahmudov Production. E'tibor qarating. Men mana shu ikkita kadrga e'tiborni yaxshiroq qaratishingizni iltimos qilaman. Ya'ni birinchi kadrdayoq men bildim buni sun'iy intellektligini, chunki oddiy misol qushni o'zini qanot qoqishi boshqacha va kamera yurishi. E'tibor qarating. Agar biz rasmni generatsiya qilsak va generatsiyani animatsiya qilsak, biz faqat kamerani yaqinlashtirishimiz mumkin va uzoqlashtirishimiz mumkin. Lekin e'tibor qaratsangiz, bu yerda kamera bilan birgama-birga qush uchib boryapti. Ya'ni agar biz buni animatsiya qilsak, biz kamerani yaqinlashtirishimiz mumkin edi xolos. Lekin bu yerda kamera bilan birgama-birga yurib boryapti. Buni aynan promptlar orqali generatsiya, ya'ni animatsiyada to'g'rilasa bo'ladi. Hozir ko'rsataman sizga. Bu yerda ikkita promptdan foydalanilgan, ya'ni birinchi prompt bu kamera qushni uchib turgan holatidan kamera bilan birgama-birga yurishi. Ya'ni qushni aynan vid kamera с птичьего полета deyiladi. Men sizga o'zbekchasini yozib qoldiraman. Aynan shu prompt yozilgan va prompt qo'shilgan. Bu yerga o'sha qarg'ani juda ajoyib bo'lgan, aynan o'rmonda uchib ketib turgan holati deb yozilgan. Bu nima beradi? Bu qushni uchib ketib turgan holatini animatsiya tushunishi uchun. Va tracking shot. Tracking shot nimaga yordam beradi? Tracking shot bu aynan qimirlab turgan obyektlarga animatsiyada ishlatishingiz mumkin. Oddiy misol, bu yerda mashina bo'lishi mumkin. Bu yerda farqi yo'q, ot bo'lishi mumkin. Bu yerda dron bo'lishi mumkin. Ya'ni siz mana shu aynan animatsiya qilib turganingizda tracking shot deb yozasiz va oddiy misol, mashina, qizil mashina, Ferrari yo'lda yurib ketyapti. Va sizni aynan mashinangizni tracking qilib oladi. Ya'ni siz aynan sun'iy intellektga ma'lumot berasiz. Mani mashinamni orqasidan yur yoki bu yerdan orqasidan yur yoki oldidan yur. Ya'ni siz aynan promptlar orqali buni siz boshdan oxirigacha nastroyka qilasiz, ya'ni sozlab olasiz. Ya'ni o'sha ikkita kadrda ishlatilgan promptga e'tibor bering. Meni o'ylashim bo'yicha bu ham sun'iy intellektda tayyorlangan, chunki bu kadrda tayyorlash oson. Ya'ni bintlangan odam juda ajoyib bo'lgan bir qasrga kirib ketyapti, qorong'u muhit deb yozsa chiqarib beradi. Qana o'tirchi jiya, 50 dan quychi jiya, eshitdim kod. Bu mavzu o'ta chuqur mavzulardan biri, ya'ni kinoya o'zi aslida. Qani o'tirchi jiyan, 50 dan quychi jiyan, ya'ni Javani o'zi как amakidek, как tog'adek sizga tanbeh beryapti. Ya'ni takoy o'tar, mana baqa, mana bundoq bo'ladi, mana bundoq bo'ladi deb tushuntirib beryapti va bu sahna ham sun'iy intellektda tayyorlangan va buni qayerdan bilsa bo'ladi? Aynan vilkadan bilsa bo'ladi va orqa meni o'ylashim bo'yicha green screen, ya'ni o'sha alohida nimadan olingan. Yashil fonda olingan. Yashil fonni hamma bilsa kerak. Mana bu yerda yashil fonligi sal sezilib qolyapti. Sal mana e'tibor bersangiz, lekin juda chiroyli kesib olingan, aptrafga zo'r bo'lgan va aynan svetlar bilan yaxshi ishlangan.
E'tibor qaratsangiz, mana bu yerda ham kamera qimirlashi bor. Ya'ni bu prompt orqali yozilgan. Oddiy misol, siz rasmni generatsiya qildingiz, rasmda o'zi chiqdi va siz kamerani qimirlatishingiz mumkin yoki umuman prompt orqali qimirlab qo'yishingiz mumkin. Ya'ni aynan menga shu shamchiroqni chiqarib berasan va shamchiroqdan o'ng tarafga sekin yurasan deb promptda yozsangiz bo'ladi. Ya'ni buni qanday qilsa bo'ladi? Birinchi o'rinda yozasiz. Generatsiya uchun siz rasmni chiqarib olasiz va promptni yozishdan oldin, animatsiya qilishdan oldin shuni yozasiz: kamera sekin asta chapdan o'ngga buriladi va shunda shamchiroq o'rtada qoladi, ya'ni tracking bo'lib qoladi. Siz agar tracking shotda ishlatsangiz ham bo'ladi va aynan mana bu promptda ishlatsangiz ishlamaydi, chunki bu aynan qushni tepaligida oladigan prompt. Lekin siz har doim generatsiya yoki animatsiya qilganingizda mana shu nimalardan ishlatsangiz bo'ladi. Men bu promptlarni hammasini Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Aytgancha Telegram kanalim juda hozirgi vaqtda aktiv holatda, ya'ni hozirgi vaqtda 5139 ta obunachi bo'ldi va bu yerga men promptlar yuboraman. Mana e'tibor qarating, siz mana bu rasmni ko'ryapsiz. Buni olasiz, xohlagan sun'iy intellektiga yozsangiz, mana bu rasmni chiqarib beradi. Va men bunday promptlarni juda ko'p yuborib turaman. Demak, e'tibor bersangiz, sal teparoqqa chiqamiz va mana bu prompt. Va siz agar bu promptlarni o'rganib bilib yursangiz, meni alohida gruppamga kirishingiz mumkin va bu gruppada siz mana shuncha podkategoriyalarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda preview haqida, meni o'zim dizaynerman va men aynan previewlar tayyorlayman. Oddiy misol, mana e'tibor bersangiz, mana bu preview deyiladi. Ya'ni YouTube'ga muqovalar tayyorlayman. 12 yildan beri men dizaynerman va chuqur 4 yildan beri men aynan preview sohasida ishlab kelaman. Ya'ni muqova dizayneriman. Demak, bu yerda faqat savollar berishingiz mumkin, sizga yordam berishadi. Bu yerda bemalol suhbat qilishingiz mumkin. General, ya'ni bu umumiy gruppa. Amerika YouTube'i, kimda kim qiziqsa marhamat kiring va hamma ma'lumotni oling. Bu yerda animatsiya qilishingiz mumkin. Mana e'tibor bersangiz, qanday qilib animatsiya qiladi deb yozishyapti va bu yerda maslahatlar berilyapti. Assalomu alaykum, shuni qaysi saytdan chiqarsa bo'ladi degan savolga mana Davronbek Klink AI deb javob berishyapti va siz aynan xuddi shunday savollarga javob olishingiz mumkin. Yordam gruppasi bor. Bu yerda hamma yordam so'raydi, hamma bir-biriga yordam beradi. Demak, bu juda yaxshi gruppalarimdan biri va aktiv holatda hamma bir-biriga yordam berib keladi. Demak, gruppa mutlaq tekin, kiring, obuna bo'ling va sun'iy intellektni o'rganing. Biz esa videoni ko'rishni davom etamiz. Ha, aytgancha, hamma promptni men alohida Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Bu yerda men ikkinchi marta eshitganimda shuni tushunyapman. Ya'ni hech nimaga qarama, bu yerda na bir sog'lom idrok bor, na bir o'zingda ichki kechinmalaring bor. Ya'ni umuman hech nimani o'ylama. Vaqting, puling bo'lganda, ya'ni sharoiting bo'lganda pulni qilib ol. Harom bo'ladimi, halol bo'ladimi, farqi yo'q deyilyapti. Ya'ni bu juda kuchli kinoya, ya'ni holatni ustidan kulish. Yoshlarni aynan aql xayoli pul bo'lganligi uchun ko'p kishi qanday pul topib turganiga e'tibor bermaydi va aynan Java mana shu mavzuni olib chiqqan. Bu juda qiziq. E'tibor qarating, mana eshitma odamlarni, ya'ni umuman bu kak tog'a, kak amaki bo'lib jiyanga maslahat beryapti. Ya'ni mana umuman eshitma, pulni qil, men turibman-ku bo'lyapti. E'tibor qarating, mana bu kadrga yuqorida aytganimdek bu green screenda olingan. Deyarli meni bilishim bo'yicha va aynan green screenda olinganligiga qaramay aynan svetlar to'g'ri berilgan. Ya'ni o'ng tarafda iliq svet, chap tarafda sovuq svet va bu svetlar ham to'g'ri ishlangan. Gaplarimni to'g'ri, gap yo'q. Haqqini yesak bo'lib qolamiz o'g'ri, lekin eng zo'ri yaxshilab o'ylab bu kadrda qayerdan sun'iy intellektligini bilish mumkin. Oddiy misol, o'tni fizikasida. Har bitta suv bo'ladimi, o't bo'ladimi, yer bo'ladimi, chang bo'ladimi, hamma narsani fizikasi bor. Oddiy misol, koptokni pastga yuborsangiz, pastga tushib sakraydi va uni fizikasi bor. Va animatsiyada ham 12 xil turdagi animatsiyalar bor va aynan mana shu fizikalardan biri. E'tibor qarating. O'zi aslida unday yonmaydi.
Juda chiroyli kadr. Men uchun eng yoqqan kadrlardan biri, ya'ni Javani o'zi qarab turibdi. Ya'ni bu qo'pol qilib aytganda jiyanini krisalik qilib turganini mana ko'rib turibdi. Mana ozgina krisa bo'lgin deyapti. Ya'ni qaramagin, vaqting, puling bo'lganda, ya'ni vaqting, sharoiting bo'lganda pulni qilib ol, hech nimaga qarama. Bu halol bo'ladimi, harom bo'ladimi, odamni haqqini yeysanmi, farqi yo'q. Mana bu holatda ham, ya'ni mana bu joy sun'iy intellektda tayyorlangan va mana bu orqasi ham sun'iy intellekt, chunki oddiy misol stulda o'tirganda bu yerda soya bo'lish kerak, lekin juda chiroyli ishlangan. Mana bu yerlarda bilinib turibdi green screenligi, lekin ranglar, svetlar yaxshi berilgan. Mana bu kadr meni o'ldirdi birinchi ko'rganimda, ya'ni katta krisalar kirib boryapti va bu prям bomba, ya'ni juda holatni ustidan bir chiroyli obrazni ko'tarib bergan. Mana bu kadram, ya'ni e'tibor qaratsangiz, ranglar bir xil ishlangan, bir xil generatsiya qilingan. Kimda kim generatsiya qilgan bo'lsa, kimda kim animatsiya qilgan bo'lsa, malades. Yoribsizlar. Ya'ni juda chiroyli ranglarni o'zi ham, oddiy misol Javani o'zini ham to'g'ri moslashtirishgan va e'tibor qaratsangiz, mana bu yerda o'sha krisalarning ichida qo'pol bo'lsa ham aytaman, Javani o'zi taomlanyapti, lekin kadr ham крупный plan, средний plan, дальний plan bo'lyapti. Bu yerga gap yo'q. Deyarli vijdonda o'ylama deyilyapti, ya'ni mana bu kadr meni dumalatdi desam ham bo'ladi, chunki oddiy misol bunday dekoratsiya qilish uchun juda ko'p vaqt va juda ko'p sarmoya ketadi, lekin bu sun'iy intellektda tayyorlangan. Sun'iy intellektga tayyorlanganligiga qaramay Javani juda to'g'ri yotqizishgan. Ya'ni e'tibor qaratsangiz, bu yerda hattoki soyalar ham bor. Bu yerda oddiy rasm generatsiya qilingan va kameraga aytilgan. Kamera zoom bo'ladi deyilgan va kamera zoom bo'lyapti. Siz ham xuddi shunday oddiy misol любой narsani generatsiya qilib, rasmni chiqarib, siz animatsiya qilib turganingizda bir narsani tushuntirib o'tay. Generatsiya bilan animatsiyaning nima farqi bor? Siz rasmni generatsiya qilasiz, ya'ni rasmni chiqarasiz va rasmni animatsiya qilasiz. Birinchi o'rinda bu yerda aynan tilla tangalar generatsiya bo'lgan va keyin animatsiyaga berilgan. Va animatsiyaga berilganda generatsiya bo'lgan rasmni olib zoom deb yozishgan va yaqinlashib borgan. Ya'ni xuddi shunday yozishgan. Oddiy misol, mana bu kadr tillalar to'la bir kichik saroycha deymizmi yoki umuman koladovka deymizmi, aynan shu xona va bu xonaga kamera qimirlab oldinga boryapti deb yozilgan. Buni siz ingliz tilida yozsangiz bo'ladi. Ya'ni kamera oldinga harakatlanyapti va promptda yozasiz. Farqi yo'q. Qush daraxtda o'tiribdi. Oddiy misol, kamera oldinga boryapti, qush daraxtda o'tiribdi. Buni ingliz tiliga tarjima qilib sun'iy intellektda animatsiyasiga yozsangiz, xuddi shuni harakat qildirib beradi. Oson. E'tibor qaratsangiz, bu yerda Javani o'zi va fokusni inobatga olmagan holatda ham rasmni sifatida sun'iy intellekt oddiy misol 4K da chiqarib bermaydi, lekin shunda ham yaxshi ishlangan kadrlar.
bu yerda shuncha gapirgan gaplari, ya'ni vijdonni inobatga olma, odamlar faqat aldaydi, pulni qilib ol, harom bo'lsa ham bosib ol degan holatini, ya'ni amakisi yana aytib beryapti. Ya'ni bir kun politsiya keladi va seni baribir ushlaydi deyapti, lekin ungacha sen pulni qilib ol deyapti. Ya'ni shunchalik vijdonni sotib yubor. Oddiy misol bo'vopti deydi-yu, ya'ni eplabopti deydi-yu, kirib ketguncha eplab olgan. Mana shunaqangi ma'no berilyapti. Bu juda dahshat. Mana bu kadr harakatlari. Men bilmayman qancha darajada bular harakat qilishgan, lekin gap yo'q. Mana e'tibor qarating, mana bu yerga. Tak, biz skorosti eng kamiga qo'yamiz va e'tibor qaratsangiz, sun'iy intellektda bir hozirgi vaqtda yaxshi ishlamaydigan joyi bor. Uzoqdagi kadrlar bir-biriga kiyilib ketadi va mana bu joyga e'tibor bering. Tak, ovozni pastlayman chunki sekin bo'lib qoladi. E'tibor qarating mana. Birinchi kadrdagi, birinchi plandagilar yaxshi generatsiya bo'ladi, yaxshi animatsiya bo'ladi, lekin orqadagilar takoy mana. Hop, ketdi. Mana bu yerda bir narsa bo'lyapti. Lekin shunda ham juda chiroyli ishlangan. Ya'ni muhit, atrof muhit bitdi. Ya'ni bular bitta umum rangni saqlab qolgan generatsiya. Sun'iy intellektni juda yaxshi tushunadigan odam buni generatsiya va animatsiya qilgan. Tak, ko'ramiz. Ja bo'lmasa paxtani qo'y soqqani qiljiyan, ya'ni даже pastga ham tushib pulni qilib ol deyilyapti. Bu juda og'ir mavzuli klip. Baribir oxirida qamoqda qolasan yoki hech kimsiz yoki hech nimasiz yoki aynan vijdoningni o'ylasang, meni o'ylashim bo'yicha mana shu holatda krisa bo'lib qolasan degan ma'noni bergan shekilli Java. Lekin mavzuni olsak, juda qaltis mavzu va juda keng muhokamaga ega bo'ladigan mavzu, lekin meni asosiy maqsadim sun'iy intellektni yoritib berish. Ya'ni bu klipda zo'r bo'pti, o'xshamabdi yoki umuman mana bu joyi xato deyish emas. Ya'ni sun'iy intellektni qanday qilib tayyorlashgani, ya'ni qanday qilib videoni tayyorlashgani men uchun juda qiziq bo'ldi. Takoy aytayapti, deyapti mana. Mahmudov Production. Gap yo'q. Mahmudov aka. Juda zo'r. Mana bu joy menga juda yoqdi hozir. Ikkinchi marta ko'rganimda e'tibor berdim. Mana shu yerda ya'ni tog'asi va jiyani va tog'asi jiyanga maslahat berib ketyapti. Ya'ni xuddi shunday eshitdim, ya'ni ashulani как будто mana shu kalamush deymizmi, krisa deymizmi aytib beryapti, eshtinglar. Orqada politsiya bilan eshitmani deb baribir qo'lda kishan bilan ketyapti. Bu klip meni o'ylashim bo'yicha bunday reaksiyalar kam bo'ladi. Ya'ni sun'iy intellektni yoritib beradigan ko'p kishi to'g'ri reaksiya qilishi mumkin yoki umuman to'g'ri klipni o'ziga reaksiya qilishi mumkin, matniga urg'u berishi mumkin. Meni asosiy maqsadim bu sun'iy intellektni aynan kamera bilan ishlashlarini ochib berish. Meni o'ylashim bo'yicha sizga videorolik yoqdi, like tugmachasini bosib va qaysi videoga men xuddi shunday qilib yoritib berishimni xohlaysiz, aytgancha men deyarli 10 dan ziyod bo'lgan promptlarni yozib qoldiraman. Siz u promptlarni aynan biron bir rasmda generatsiyasida yoki aynan videoni animatsiyasida ishlatsangiz bo'ladi. Demak, videoga like tugmachasini bosib, obuna bo'lishni unutmang.